biza yor boramiz, biz boramiz demaymiz. Bizning ishimiz zo'r deb ham aytmaymiz. Qo'ldan kelgancha sifatli, chiroyli ish qilib beramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana yana bir yangi obyektimiz Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi ishlarimiz. O'zingizlar ko'rib ishimizga baho beringizlar. Mani ismim Davron, Qashqadaryo viloyati Shahrisabz shahridanman. Endi sekin joylari chaqirib tushuntirib o'taman. Bu to'yxonamizning razmeri 18 metrga 35-50 sm. Bu to'yxonani egalari bilan patologimizni to'liq o'zimiz mahsulot xizmatlari bilan ortiqcha ovoraga chidasiz to'liq topshirib berishga kelishib olganmiz. Bu to'yxonamizni egalaridan mana shu holatga qabul qilib oldik. Mana shu holatga edi to'yxonamiz. Plastik patolog qoqilgan holatga edi. Buni to'liq buzib tashlab o'zimiz dizaynda, o'zimiz stilda chiroyli qilib qo'ldan kelgancha taxlab berdik. Ko'rib turganlaringizdek patologni ham chiroyli qilib tugatib berganmiz. Bu to'yxonamizga nimalar qilib berdik? Dizayn xizmatlari, patologda ichidagi elektr montajlari, rover xizmatlari, MDF ustanovka, dastavka xizmatlari hammasi kelishgan holda. Leysalarni ham kelishgan holda hammasi gaplashiladi, dogovor qilinib. Xizmatimiz butun respublika bo'ylab hovli uy-joylar bo'ladimi, restoran, to'yxonalar bo'ladimi, bemalol, bexijolat telefon qilib murojaat qilishlaringiz mumkin. Jamoamizda ko'pchiligimiz imkon qadar ishlaringizni tez va sifatli bajarib berishga harakat qilamiz. Qo'limizdan kelgancha. Buni xarajatlarga keladigan bo'lsak, to'yxonamizning opsha xarajatlariga mana shu holatga kelguncha jami 323 million xarajat bo'lgan. 323 million so'm. Mana hozir ko'rib turganlaringizdek chiroyligina qilib chiqarib berdik. Kimga qanaqa savol javob bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin.